Bugun sizlar bilan birgalikda Navoiy shahar 1-maktab yonida qurilgan 10 qavatli domni 3-qavatidan 2 xonalik 68 metr kvadratdan iborat xonadonni ko'rib o'tamiz. Yangi ta'mirdan chiqqan kadastr hujjatlari joyida. Domimiz yaqinda vod bo'ldi. Hujjatlardan muammo yo'q. Qisman ipoteka ham bo'ladi. Demak, asosiy kirish eshigi to'liq parket bo'lgan, aboylari chiroyli qilib qilingan. Svet yo'q bo'lgani uchun sizlarga bunaqa chiroyli remontni ko'rsata olmaymiz, afsuski. Lekin o'zi ko'rinib turibdi, remonti yangi. Xo'p, mana hojatxona qismlari alohida qilingan. Ikkinchi xonamizni ko'rib o'tamiz. Natijada patolog bilan chiroyli ishlov berilgan holatda lyustralari ham qilingan, issiqlik tizimlari o'rnatilgan, radiatorlari mana bu deraza romimizdan 1-maktab ko'rinib turadi. Domimiz juda ham sifatli qilib qurilgan. Navoiy shahrida istiqomat qiladiganlar ushbu domning qurilishini ko'rib bildi, bu joylashuvini. Demak, mana bu to'g'rimizda Tojmahal kafesi ham joylashgan. Xo'p, mana oshxona qismini ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda garnitorini o'rnatgandan keyin oshxonasi anchagina keng, bemalol o'tirib ovqatlanadigan joy qilib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Hozir balkon qismini ham ko'rsatib o'taman, tashqi ko'rinishini. Ushbu domning pastki qavatlari trenajyorniy zal, marketlar bo'lib qilingan. Mana e'tibor berasizlar, tashqi ko'rinish. Bu tarafda 1-maktab, Tojmahal kafesi hamda bir tomonlama yo'l. 16-maktabga olib ketadi mana shu yo'limiz. Ikki tarafda ham maktab bor, maktab, bog'chalar muammo emas. Parkovkadan ham muammo yo'q. Domimiz atrofi to'liq mana shunaqa parkovka zonasi qilingan. Hamda domning orqa tarafida bolalar o'yingohi ham qurib qo'yilgan. Comfort House tomonidan qurilgan ushbu 10 qavatli uyda 3-qavatida joylashgan 2 xonalik 68 metr kvadratdan iborat remontlari tayyor holatdagi ushbu xonadonimiz narxi 630 million so'mga baholandi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. To'liq ma'lumot olish uchun o'tib beriladigan albatta joy bor, qisman ipoteka ham bo'ladi. Ushbu xonadonlarning kvadrat metri biroz qimmatroq oddiy domlardan ko'ra, chunki joylashuvi juda ham zo'r joyda joylashgan, maktab, bog'chalardan muammo bo'lmaydigan hudud hamda har taraflama yo'l, taksilar o'tib qaytib turibdi. Istalgan manzilingizga yetib olishingiz mumkin. Demak, to'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'ling. Yaxshi variantlarni, xonadonlarni bizning kanaldan topasizlar.